Qaysi oyog'idan chayon chaqib olgan? Qaysi? Qorayib turgan joyimi? Shunaqa joyi qolib ketdimi? Xavfli. Mana bunda tok bor hozir. Yosh bolalar ushlab olmaydimi? Kechasi tulki ham kelaveradi, bo'ri ham kelaveradi, shoqolon bobi qilyapti. Tulki, bo'ri, shoqollar bormi? O'g'lim bilar ekan, mana shu yoqqa tug'ib ketar ekan, har kuni tuxumni qaranglar. Tug'ib ketadi. Ikkita tovoqcha bor, shu tug'ar har kun. Devorlar teshik, ilon, chayon bemalol kiraveradi, eshiklar ochib yotibdi mana. Qaranglar, issiqligini, bu yoqda suv yo'q, gaz yo'q, umuman. Bizani даже mollar ichmaydi, hidi borlikda. Siz ichopsiz yildan beri. O'g'ri ham ko'p deysizmi bu yoqda? Siz uyingizga ham? Ha, uyda yo'q, tashlab ketolmayman. Derazadan oynasidan tushib, 350 ming sholtay pul bo'lgan, o'shani olib, produktlarimizni kapli yo'qligicha ko'tardik. Produkt ham tugagancha, rahmat, katta konsilya. Musofirga yurtga yurgan yurtdoshlarimiz ham eson-omongina bola-chaqalarni bag'riga qaytsin. Aziz do'stlar, o'sha chayonlar bilan birga yashaydigan kelinchak nomli videomiz chiqdi. O'sha opamizni qizchasiga hozir bir qo'g'irchoq olmoqchimiz. Xursand bo'lib qoladi agar olib borsak. Qanaqasini olganimiz yaxshi? Shuni olganimiz yaxshimi degan, baquvvatroq. Yomon bilan yaxshimi? Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar, sizlar bilan har doimgidek men Hasanman. O'rtoqlar, kecha bitta video chiqqan edi. Ya'ni chayonlar bilan birga yashaydigan kelinchak deb nomlangan video. O'sha kelinchakning uyiga hozir boryapmiz, xudo xolasa, produktlar qildik. Keyin yosh qizchasi bor ekan, xursand bo'lish uchun o'yinchoqlar oldik. Hozir borib, yana xabar olamiz holidan. Kuzatib boringlar, videoga like bosinglar. Xudo xolasa, bu yoqda nima ahvol, yana sizlarga ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Ketdik. Ya. Zo'rmisan? Ishlaring zo'rmi? Nima gaplar? Qachon endi bir video tushasan? Qachon endi videoga tushasan? Tushasanmi? Bir video olaylik, seni qanaqa so'rayotishdi muxlislaring. Qachon bu bola tushadi yana? Isming nima edi? Ozod? Shohjahon. Shohjahon qachon chiqadi deb so'rayapti. Kim ekan Shohjahon deyman. Ishlaring zo'rmi, xay? Aziz do'stlar, mana yetib keldik o'sha opani uyiga ham. Hozir narsalarni sekin olib boramiz, xudo xolasa. Operator ko'rsating. Mana shu uyda yashayapti opamiz. O'tgan videoda ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. O'sha kichkina uychada yashayapti. Qaranglar, issiqligini, bu yoqda suv yo'q, gaz yo'q, umuman. Suv, gaz degan narsalar yo'q. Hovuz bor deb kommentariyada bir kishi yozishibdi. Hovuz yo'q. Hozir borganda ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Faqat tok ulangan. Tok ham mana bu qo'shnisinikidan ulangan. Qo'shnisi hozir janjal qilyapti ekan. Tokni nimaga ulading deb uzib tashlash ehtimoli katta. Ya'ni toksiz ham qolishi mumkin endi bu opamiz. Hozir endi produktlar olamiz. Mana G'anishir uzam shu yerda. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hozir opani oldiga keldik. Hozir birgalikda kiramiz do'stlar. Narsalarni olib boramiz, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha. Endi kerakli narsalarni oldik ro'zg'orga. Asosiy kerakli narsalarni oldik, xudo xolasa. Olib boramiz. Oriladigan sinadigan. Tuxumga ehtiyot bo'lishi kerak. Tuxum ola olasanmi? Nonni olaman hozir. Chang ko'chalar ham. Moyka qilingan mashina. Yo'llar ham dabdala ekan. Shayx mahallasimi? Shu yo'llar dabdala,
zo'rg'a keldi mashina. U kuni ham Sparkda keldik, G'anishir o'zining mashinasida. Juda ham krilos chiqib ketib, muammolar bo'lib qoldi. Hozir bu yo'ldan keldik. Xullas, yo'llarni to'g'rilab qo'yishsa yaxshi bo'lardi agar tepadagilar ko'rayotgan bo'lsa, shu Qarshi shaharda mas'ullar. Shuni ham so'rab qolamiz endi har holda yangi O'zbekiston. Ketdik. Issiq yondiryapti. Bunaqa issiqda endi bu yoqda daraxt yo'q, hech qanaqa bir ekin ekib bo'lmaydi. Yashash juda ham qiyin o'rtoqlar haqiqatdan. Uydamikan opa? O, bu yoqqa kelgin. Ha, senda. Uyda bo'lsin endi opamiz. Telefonni keyin soyroq qilib olaver. Issa video yozmay qoladi. Uydamikan bular? Chaqirchi. Xo'sh, kelinglar, mana bu hovuz ko'raylik-chi, hovuz bormi, yo'qmi? Mana bu nima ekan o'zi ko'raylik-da. Operator yaqinroq olavering. Tushmaysanmi videoga? Chaqirchi. Ha, kuchukcha bor ekan. Yo'q, o'rtoqlar, mana hovuz emas bu. Hovuz emas ekan. Bu endi ha? Tovuqlarmi? Ha, nechta tovuq bor bu yoqda? Mana bu kachalkadan suv chiqadi ekan menimcha. Hozir chiqadimi, yo'qmi? Doimiy chiqadimi suv? Suv chiqadimi? Ichadigan suvmi? Shirin suvmi? Yo'q. Qanaqa suv? Mana polivnoyda. Qochib tursiz. Tovuqlarga berishga, ichishga yo'q-da o'rtoqlar, mana bu faqat tovuqlarga berishga, shu yuvin, chayinga bo'lishi mumkin, lekin ichishga suv yo'q. Aytdi-yu videoda ham opamiz, qaysi narigi uydan olib kelar ekan 10 litr baklashkaga 2 kun ichamiz. Ichish katta yo'ldan nariyoqdan olib keladimi? Yo'q, 500 metrlar bor-da. Assalomu alaykum. Shirin opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bezovta qilmadingmi? Ha, bir keluvdik xabar olishga. Svet yoqsiz. Shu soyada turaylik, issiqda. Ichkarida. Hozir telefon ham olmay qoladi. Nechta tovuq bor? Bilmaysanmi? Sanamaganmisan? Men tovuqim bor. Sizlarniki emasmi? Kelingchi. Siz bolachamni emlash olib kelaman, temperaturasini aytishing. Svet yoqsangiz yorug'roq bo'ladimi yo? Yorug' bo'lmaydi. O'sha pardani tushirib qo'ying bo'lmasa. Narsalar olib keldik, shuni olib biron joyga qo'yib qo'ysangiz. Qizingiz, katta qizingiz Jasminamidi ismi? Qani Jasmina? Oyim bilan ketib qo'ydim-da. Ketdimi? Biz anaqa o'yinchoq olib keldik, u qiz xursand bo'ladi. Qarang, mana bu qayerga qo'yib qo'yamiz? Chetroqqa qo'yib qo'yaylik. Mana bu yerga qo'yib qo'yamiz bo'lmasa. Hech narsa shart emas bizga. Hech narsa shart emas. O'yinchoqchani bermoqchi edik o'rtoqlar. Jasminaxon momasinikiga ketibdi. Men ayasiga berib qo'yamiz, ayasi kelsa beradi-da. Qarang, men qizingiz keladi-yu. Mana o'yinchoq berasiz. Mana buni berasiz, mana bu uylar yasaydi. Xursand bo'ladi. Mana shu uyda hozir usti yopilmagan, ko'rib turibsizlar. Qamish bo'lib turibdi. Devorlar ham teshiklari ochiq. Chayonlar, ilonlar bor ekan. Endi xohlagan payt chiqib qolishi mumkin. Har joydan chiqib qolishi mumkin chayonlar. Shuning uchun mana bu ustini patolog qilinadi shunda. Mana bu patolog qilib, shkatorkalar qilib, shifrlab, mana teshiklarni yopish kerak-da. Bo'lmasa u xavfsiz bo'lmaydi. Rahmat. Xavfsiz bo'lmaydi bo'lmasa, bu yoqqa eshikni o'rnatish kerak. Xavfli. Mana bunda tok bor-a hozir? Bor.
Yosh bolalar ushlab olmaydimi buni? Ana, qo'yish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak-da. Bunga ham ana nima qo'yish kerak vilkasidan. Yo'q, bu olib bir montaj qilinishi kerak. Ana u tovuq baliq bachalarni rizqini bilan mana shu kalasgacha turadi. Har kun. O'zi har kun shaqqa turib ketadi. Shu kalasga. Astixon ol. Yo'q, sharoit bor Tovuq ham desa. bilan shu balalarni rizqini beradi. Tovuq ham bilar ekan, mana shu yoqqa turib ketar ekan har kuni tuxumni qaranglar. Tug'ib ketadi. Ikkita tovuqcha bor, shu tug'adi har kun. O'sha qishloqdan, narigi qishloqdan olib kelasizmi suvni? Yo'l narigi tomondan olib kelasiz. 500 metrlar bor-da u yoqda. Dadasini choyxonasidan olib kelamiz go'yo. Mana bu yo'ldagi choyxona bo'lgan. Shu katta yo'l bo'yidagi. Ha. Dadasi Nima olib kelasizmi? bo'ptilida. Shu baklashkalarni olib kelasizmi? Kattaroq idish yo'qmi? Katta idish balda uzib ketadi-da. Shu 1 litrliklarga solib kelasiz paketga. 1 litr, 1,5 litrlik. Biroq yangiz necha kunga yetadi endi? Shu 1-2 kun ichamiz. Bolacham Mana bu ana kachalkadan suv chiqadi-ku. chiqadi-da, o'sha Qanaqa? suv. Shu suvmi? Ha, teri zavod zavurdi suvi oldin teri zavodda qon oqirilaydi. Mana nimalar o'shani men yopgan bo'lsa ham hozir hokim buva yopgan zavurdi. Shuni yapsa ham boyagi suvi shimiganda zavurdi suvi. O'sha yer tagidan chiqaveradi. Baribir ham yo'q. Kachalka qilamiz, bizdan suvni hididan keladi suvdan. O'sha teri zavod hidi keladi. Prosta tovuqlarga yuvinchang. Yo kirdi o'shanga yo'qmi? Kirdi, pastidalarni o'shanga yo'qmi? Lekin ichishga mana 3 oylik chaqaloqcham bor, uni ichib ketib, yashil o'tib, qorni dam bo'lib, yig'lab, nima qilib, ichchasini buzdida infeksiya tushdi. O'shandan beri ichayotganim yo'q. Ko'rgansizlar a u suvda. Ha, o'zi yangiga vaqtimiz past 2 yil o'shani ichdik-da. Yo'q. Keyin bu chaqaloqcha Hovuz qolgan. qilish anavisi bormi bu yoqda? Suv chiqmaydimi? Sal qazadiganmiz. Bilmadim endi. Hozir endi shirin suv qiladigan hovuz qilishimiz kerak-da. Hozir sho'r suvga nima boda, kachalka Necha metr boda qazilgan shu? 12 metr. 12 metr pastdan suv chiqyapti. metrdan suv chiqqan. Da sho'r suvda itsa bo'ladi-da. Babram sho'ri bor va hidi bor keyin. Terizavotda hidi kelib turadi o'sha terilarni hidi. Cho'kkan va zavurga. Yerda babram mana yomg'ir yog'sa ham yerga cho'kadi suv. Babram o'sha suvda hidi bor-da. Yildan beri zararli moddalar ham bo'ladi ularda. Umuman ichish kerak emas. zaharli deyishib. Mana shu atrofga bir cho'pon bo'ldi, mol boqib yuriydi. O'sha ham aytadi, kelin ichmang yana, balalarni ham ichmasdan, cho'miltirmang daji. Bizani daji mollar ichmaydi hidi borlikdan. Siz ichyapsiz 2 yildan beri. Bolangizga, o'zingizga bir ish bo'lib qolsa nima bo'ladi deb ko'p mol boqib yurgan vaqtlar aytib ketadilar-da, kelin yana ichmang, juda qiynalibsiz-da suvga. Qiyin bo'lsa ham shaqadan olib keling. O'sha yerdan tashib ichib turing, xudo xolasa. Obunachilar bir qo'llab yuborishsa, yordam qilib yuborishsa, bir hovuz ham qilib beramiz. Ko'pchilik yozishyapti kommentariyada yordam beramiz deb. Xudo xolasa mana hamyurtimizni yolg'iz qoldirib qo'ymaysizlar degan umiddamiz. Vaziyatni ko'rib turibsizlar. Devorlar teshik, ilon, chayon bemalol kiraveradi. Eshiklar ochiq yotibdi mana. Shuning uchun mana shu opamizga yordam beraylik qo'ldan kelgancha. Uylarni yaxshilab bir hovuz qurib bersak, suvdan muammo bo'lmasa, suvda asosiy suv bo'lishi kerak. Suv bo'lmagan joyda hayot bo'lmaydi. Suv bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Gaz bo'lmasa ham endi mana bunda ovqat qilsangiz bo'ladi. Ovqat qilaman. Uni o'tin pechga qursak, mana bu yoqqa qishga burchakdan. Anan so'ng bu yoqdan chiqarib yuboramizda. Shu yil qishga ham shu yoqqa quruvdik pechgacha. Derazadan chiqarib yorib, o'tin bilan kun kechiramiz. Yulg'un bor atrofimizga. Pechkada, to'g'rimi? Ha, o'tin pechka. Bor, hozir tualet pechka qilib qo'ydim. Bu yoqdan suvni chiqarib tashqariga pechka qo'ysangiz, xona ham isiydi. Yaxshi bo'ladi. Faqat qishgacha remont qilib olish kerak-da, ichlarini cho'tib qilib. Tomni yopib olsak, bo'lmasa chakka keladi shu yili bilan satil qo'yib, lagan loydan o'tganda, to'g'rimi? Salafan qo'yilsa ham o'tdimi? Ha, shu yil yana shu adi. Salafanlar qo'yilganmi? Yo'q, yirtiq emas. Endi babam yomg'ir yog'adiki, bizga ko'p yomg'ir yog'adiki, qor yog'masa ham yomg'ir ko'p yog'adi. Hozir shu yil yana shu bor. Tanlovlar ham qo'ydik. Endi baribir yoz yaxshi bo'ldi, qish ham yaxshina keladi deyishyapti. Shifr qo'ymasa baribir bekorda. Shifr qo'ysa yaxshi bo'ladi mana. Tomchi keladi baribir.
Nima? Kelish qiyin. Chiqmaydimi suv hozir? Suv solish kerak, a? O'zim yopish kerak. Qiyirroqda shunga hovuzcha qilib bering dedim bachalar bilan. Bakalashgan bir kishi ushlab turish kerak. Shunga mana shunday qilib hovuzcha qilib beringlar, o'zim qilaman. Hozir yig'laydimi osam? Bilan yuqsi. Bushga emlash oluvdilar, shunga shunday yig'lab qolib. Ha, bo'ldi, bolajonim, bo'ldi. Qaysi oyog'idan chayon chaqib olgan? Qaysidan? Qaysi? Qorayib turgan joyimi? Shunaqa joyi qolib ketdimi? Endi asosiy kitobdi. Nima bo'ldi keyin zahrini qanaqa qilib olishdi? Men surtib qo'yatuvdim-da. Mana bu yoqqa soya oling. Uyning orqasiga o'tamizmi? Xullas vaziyat shunday o'rtoqlar. Ko'rib turibsizlar. Ichkariga kiring, boshini yoping. Mana tom orqasiga o'taylik uyni. Issiqda chidab bo'lmaydi. Chidab bo'lmas darajada issiq bo'lyapti do'stlar. Chullar katta bo'lyapti-da shu bachalar, qiynalib, azoblanib. Ha, katta bo'lsa hali. Qiynalib. Shuncha qiyinchiliklarda shunday katta qilyapsiz. Jon qiynalibdi-da. Hali bu rohatni ko'rasiz. Xudo xohlasa katta odam bo'ladi. Uydan chiqa olmayman deysiz-a? Issiqda kunduz uyga shu uydacha olib turaman issiq bo'lsa ham. Ventilyator qo'shib. Tokni o'chiramiz deyishmayaptimi hozir? Kecha bugun ertalab damkum kelgan ekan. Erta qishga tok pechga qo'shadi. O'chirib taylang degan ekan bular. O'shanga o'chiraylik keling deb. Keyin qanday o'chirasiz o'zman hali yaxshi bo'lgan. O'zi o'tgan oy 10 kun, 20 kun bo'ldi svitni o'tkazganimizga. Transformator qo'yib beraman deyishyapti, qachon qo'yib beradi bilmayman. Aholi ko'paysin deb. Bu yoqqa bari kam ta'minlangan, uy-joy yo'q, nogironlar berilgan. Bu odamlar qilolmayapti odamlar. Bu odamlar qayerdan tok tortishgan hozir? Yo'q, hech kimga. Hech kimda svit yo'qmi? Hozir aholi ham ko'payib qopti-ku o'zi. Hali lekin transformator qo'yilmagan-a? Yo'q, qo'yilmagan. Yo'l yo'q daji, yo'l yo'q. Yo'l yo'q. Mana shu yergacha mana surdirganmiz, yo'l yo'q. Chuqur, o'ng'ir, cho'ng'ran shunday. O'tin yo'g'iga mana shu yoqaman qishga deb mana tikon chopdim bekorchilikka. Shularni yoqasiz. Mana shu yulg'unlarni chopsa, erta qishga. Tandir o'choq ham yo'q-a hozir? Yo'q. Tandir bor ekan-a? Qo'yilmaganmi hali? Non qanaqa qilyapsiz? Shu dadasi choyxonadan. Non sotib olyapsiz-a? Sotib olyaptilar. Shu choyxona hozir ishlayaptilar, o'sha somsa bo'ptilar. Shuni olib kelibdilar. O'g'ri ham ko'p deysizmi bu yoqda? Ha. Mana chuqurlik polni jubilay berilgan. Faqat gadoylik qilib boqadi bola chaqasini ular. Shu och qolgan vaqti bolalar ko'p o'g'irlikka tushadi. Bir qulaylashgan narsani olib borib sotadi. Mana shunday qilishadi. Mana shu 2 oylarmi bo'ldi-da, mana shu jubilay uyimizga o'g'irlikka tushdi. Siz uyingizgami? Ha, uyda yolg'iz tashlab keta olmayman. Derazam oynasidan tushib, nima qilib 350 ming sholtay pul bo'lgan, o'shani olib, produktlarimizni kapli yo'qlarcha ko'tarib ketgan. Keyin milsa keldi, mahalla milsasi. Tekshirsa haqiqatan biz ham shu uydagi kapli yo'qlar. Topishdimi? Ha, endi 8-sinfga o'qiydigan u bachicha, uni qamab bo'lmasa. bo'lmasa. Unga chora ham ko'rilmagan bo'lsa kerak. Kalonni ham tiqib bo'lmadi uni, ota-onasi. Yig'lab yopishdi. Shu eshiklarni qo'yilsa, keyin bir ishonchli bo'ladi-da. Darvoza qo'ysa, nasib bo'lsa. Devorlar ko'tarilib. Ha, devorlarimiz yaxshi bo'lsa. Xullas, vaziyat shunaqa do'stlar. Men sizlardan iltimos qilib so'rayman. Mana shu opamizga iloji boricha bir yordam beraylik. Shu bolalarni xudo xolasa katta qilib olsa, rohatini ko'rasiz-da keyin. Mana shuncha qiynalib katta qilganingizga yarasha. Qo'ldan kelgancha yordam beraylik do'stlar. Mana shiferlarni yopishiga,
shkaturka qilib devorlarni bitta hovuz qurib bersak juda ham bir katta ish bo'ladi, chunki suv bo'lsa yashash ancha yaxshilanadi. Hozir ichishga suv juda ham muammo bo'lyapti ekan. Issiqda o'sha 500 metrmi, 1 kilometrmi o'sha tomonlardan suv olib kelinar ekan. Olib bormasam bu chappa bo'lib qoladi. Kattakon tualet teshuvga boradi, tushib ketadi deb qo'rqaman. Ikkovini kalasiga Hozir solib, ikkalasini olib borib ham suv olib qaytyapsizmi? shunday qilaman. Iloji yo'q. Kalaska bilan bachchalarni tiqaman, suvni tiqaman. Mana shunday qilib tashiyman-da. Qaraydigan odam ham yo'q-da. Yo'q. Men ko'ryapsizlar, atrofimga hamsaga ham yo'q. Hech kim yo'q. Hamma joy ochiq. Kechasi tulki ham kelaveradi, bo'ri ham kelaveradi. Shoxolam bor beqilaya. Tulki, bo'ri, shoxollar bormi? Bor, shoxolam bor, tulki ham bor. Tovuqlar yeb ketishmayapti? Katakka tiqib qo'yaman. Kunduz kuni kelmaydi, kechasi keladi. Kunduz odam bor-da. Kunduz emas, kechasi keladi. Bo'lmasa biz ham qaytamiz. Sizlardan iltimos qilib qolaman yana bir bor do'stlar, mana shu opamizga yordam beraylik iloji boricha. Yosh oila ekan, ro'zg'orini tiklab ketish uchun bir sababchi bo'lib qolsak, bu savobi juda ham katta bo'ladi, xudo xolasa, o'rtoqlar. Ekranga kartalar qo'yilgan, bemalol yordam qilishlaring mumkin qo'ldan kelgancha. Shu opamizning sharoitlarini bir to'g'rilab bersak, juda ham zo'r ish bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosinglar videoga. Sizlar bitta like bossanglar, 3-4 ta yana boshqa odamlarga ham yetib boradi videomiz kengroq tarqaladi. Kommentariyada fikrlarni bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi. Mana shunday eslab kelibsizlar, sizlarga kattakon rahmat. Uyga produkt ham tugagancha edi, rahmat kattakon sizlarga ham. Shuncha produkt olib kelib, eslab kelgan ekansizlar mana shu balachalarimni. Kattakon sizlarga rahmat. Mana musofirga yurtga yurgan yurtdoshlarimiz ham eson-omongina bola-chaqalarni bag'riga qaytsin. Hamma tinch bo'lsin shu yurtimiz. Shu menga yordam qilayotgan barcha yurtdoshlarim umri uzoq bo'lsin, balalarning rohatini ko'rsin. Rahmat kattakon e'tiborlaringiz uchun. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Shuncha eslab kelganlaringiz uchun.